O'zining hibara choponlarini kiyar edi. Ya'ni payg'ambarimizdagi bor kiyimlarning eng afzali mana shu hibara choponi bo'ladigan bo'lsa, ikkita hayit kunida kiyilardi. Mana kecha juma namozimizda ham aytdik. Avval mana shu ayit ikkita hayit Arafa kunlari bir sarpolar qilinar edi. Shu narsani takrorlaylik, qaytaraylik. Ancha bo'ldi ko'tarilib ketganingizga bu narsani. Qandaydir beparvolik bilan kutiladigan bo'lib qolingan. Mana Arafat kuni roza tutishligini fazilatini gapirdik. Alhamdulillah, men kimni tanisam, ya'ni kecha kimni ko'rgan bo'lsam, hamma roza tutganligini ko'rdim, xursand bo'ldim. Sizlar ham xursand bo'lgan bo'lsanglar kerak. Chunki inshaalloh mana shu xayriyat davomiy suratda to'xtamay ketadigan bo'lsa, inshaalloh juda ko'p bid'atlarimiz yo'qolib ketadi. Juda ko'p sunnatlarni hayotimizga qaytarib olgan bo'lamiz inshaalloh. Hayit namozini o'qishga chiqayotgan kishilar, muqtadiylar namozga ertaroq kelishliklari